Tuz oh Zahiriddin Muhammad Bobur, yuz oh Zahiriddin Muhammad Bobur, sarishtai ayshidin ko'nglini zinhor, uz oh Zahiriddin Muhammad Bobur. Assalomu alaykum. Toshkent tumani axborot kutubxona markazining aziz kitobsevar kitobxonlari. Bugun shoh va shoir, buyuk sarkarda, davlat arbobi, Boburiylar sulolasining asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligi munosabati bilan axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan Boburning Topmadim g'azali o'qib eshittiriladi. Jonimdin o'zga yoru vafodor topmadim, ko'nglimdin o'zga mahrami asror topmadim. Jonimdek o'zga joni dilafkor ko'rmadim, ko'nglim kibi ko'ngilni giriftor topmadim. Usruq ko'ziga toki ko'ngil bo'ldi muttalo, nargiz bu telbaniyni hushyor topmadim. Nochor furqati bilan ho'y etmisham netay, chun vasliga o'zimni sazovor topmadim. Bobur o'zingni o'rgatakor, yorsizki men istab jahonni, muncha qilib yor topmadim. Boray eshig'iga bu navbat ey ko'ngil, nechaki borib eshig'iga bor topmadim.